Yo, barchaga assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? YouTube ahli. Bugun mening yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun o'ynaydigan o'yinimiz Speed Keyboard degan o'yin chiqqan ekan. Bir ozroqgina ozginagina kuchayib qo'ydim. Menda hali ishtimam yo'q. Juda ham kamgina. Kubagim 755, levelim 67, 67 o'xshab. Speedim esa 7.031 shu. Bugun birgalikda shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Unda ketdi. Bu qochishlarni yomon ko'raman shu. Yaramas qotdi. Sharikcha ham tishlab bo'lmaydimi? Qarib qoldi sharigim. Qarilar bunday qiladi, to'g'rimi? Madim. O'zim ham qo'yib qoldim. Levelim 80 bo'libdi. Yaxshi. Endigina o'ynayapman. Yaxshi o'yin ekan. Ozroqgina kuchayib qo'ydim. Ozroqgina obuna bo'lib, kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Va bizga bu katta yangi videolarim chiqishiga yangi motivatsiya bo'ladi. Toza gap ko'p gapirib yubordim. Endi indamaslikdangina o'ynayversam. Hozir o'ynayapman buni. Bugun kirib ko'rdim. Qarasam bir boshqacha o'yin ekan. Va tutorialni olam ekan. Shu endigina o'ynayapman men ham. Uncha professional emasman. Juda ham kam o'ynayapman. Shunga bois mayli o'ynayveraychi. Qayerga o'tsam kubik to'layman. Kubik to'layveraman. Nima qilsam? Xo'sh. Shopimda nima bor? Ikkita bo'yinchi qo'yib qo'yganman. To'xtanglar bitta ishim. Mana ovozini o'zgartirsam bo'lardimi? To'xtanglarchi. Endi bizlar qanday ko'tarishimni tasavvur qilmayapman. Shuncha paytdan beri bilmayapmanki shuni. Bunisicha bu ko'pincha sohildagi qumni ovozini bildirar ekan. Wo. Mana shu menga yoqdi. Davom etaveramiz. Bu videomiz qisqacha bo'ladi. Nima uchun desalaring, chunki menga yoqmay boshlayapti bu o'yin. Menga yoqmayapti, o'lib ketaveraman, menga yoqmayapti. Gapni ham yomon aytaman-da. Gapim xafa bo'lib qoladi. Yo, what's up? Xo'sh. Ochila qol. Hozir sizlar kanalimga kirib obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'ysalar menga ana shunaqa videolardan chiqishiga katta motivatsiya bergan bo'lardilar. Iltimos hozirroq obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Keta. Bu birki kubik qo'yibdi-ku. Yaxshi. Yomon emas. Chiqamiz. Qo'ysammi? Mayli, hozirroq like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Men bu yerdan o'taman endi. Nima bo'ldi? Yaramas. Yo'q, buncha qiyin bo'lmasa bu yer. O'lib qoldim.
o'yin buncha qiyin bo'lmasa, menga yoqmayapti hozirroq. Xo'sh. Menga uncha bu o'yin yoqmayapti. Menga uncha o'ynamaganman. Endigina o'ynab turibman. Ozginagina kuchayib qo'ydim. Boshida noob edim, hozir salgina yaxshiman. Tezroq bo'lay. Asabga tegagansan-ku. Buncha men kelishimga yopilib qolaveradi. Men kelishimga yopiladi. Mana shu. Yaramas. Bo'ldi, endi shu yerda video tugaydi. To'xtanglar. Mana bu nima bo'ldi? Bu yer nima bo'ldi, ha? Yo'q, qo'yil. Nima bo'ldi hozir? Nega kubogimda oldi? Yaramas. Nima tekib ketasan? Xo'shnaqa. Menga bu o'yin yoqmadi. Mayli, hammaga bo'pti. Ikkinchi qismini chiqarishni xohlasanglar yozroq like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hozirroq like bosib qo'yinglar. Mana to'xtang, mana bu hech tekshirmadi mana shu yo'laklarni. Avvalo. Zur yo'lak ekan. 119 Robux. Yo'q, menimcha yo'q. 3,5 million. Yo'q, bo'ldi. Mayli, shu yerda videomizni tugatamiz. Hammaga xayr. Bo'pti. Yaxshi omon qolinglar. Omon yashab qolinglar. Bo'libdi. To'xtanglar. Bitta narsa qo'lga oldim. Sizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana bu yoqdagi hozir ko'rsatib qo'yaydi sizlarga bitta narsani. Yaramas. Shuni ham o'qiraman shu. Mana bu yerda chekkadan ham o'tsa bo'ladi. Shuni bilib oldim, chekkadan ham. Tushkichilarga mumkin. Hammaga shu yerda videoni tugatamiz. Hammaga xayr.